Bir o'ylab, telefon qo'ldami yoki sen undasan? Telefon, ko'zlar ekranda, vaqtlar o'tib ketar sezdirmay banda. Bir qarasang tongdir izidan tun, umr varaqlari qisqarar har kun. TikTok aylantirar behisob videoni, Instagram bezatar soxta dunyoni, Facebook bas bilan ovorar seni, Telegram xabarlar band etar fikringni. YouTube'da kezarsan sahifadan sahifa, ba'zan foyda toparsan, ba'zan behuda lava. Nafs der yana bir ko'r deb seni chorlar, sezmay qolarsan soatlar o'tib borar. Ey inson, bir o'yla, kimga asirsan? Telefon qo'ldami yoki sen undasan? Bugun uyg'on, ertaga kech bo'lmasin. Umrning eng go'zal dami bekor ketmasin. Kitob o'qigin, qalbing nurga to'lsin. Ilm bilan inson yuksaklarga yetsin. Telefon vosita, maqsad bo'lmasin. Haqiqat izlagan hech qachon adashmasin. Kitob o'qigin, tafakkur uyg'onsin. Mehr bilan o'ylang, davrasi to'lsin. Nafsga qul bo'lma, vaqtingni asra. Kelajaging uchun bugundan boshla. Kitob sodiq do'st, yuksakka yetaklar, tafakkurni o'stirib yo'llarni ko'rsatar. Ekran ortidan chiqib hayot sari bog', bugundan boshlagin kitob o'qi, kitob o'q. Ota-onang bilan suhbat qurib birdam, do'stlariga mehr ulashing go'zal qadam. Har narsaning me'yori bo'lgani kabi, telefon ham foydali bo'lsa odobi. Asir bo'lma ekraning yaltirashiga, umringni sovurma behuda yugurishga. Kelajakni qurmoqchi bo'lsang mustahkam, ijtimoiy tarmoq emas, ilm bo'lsin hamdam. Bir sahifa kitob, bir umrlik saboq, bir lahza tafakkur, yuzlab videodan ulug'roq. Bugun tanla yo'lingni, nafs emas ilm bo'lsin yo'lboshing. Qo'lingdagi telefon emas, qalbingdagi iymon bosh bo'lsin. Kitob o'qigin, qalbing nurga to'lsin. Ilm bilan inson yuksaklarga yetsin. Telefon vosita, maqsad bo'lmasin. Haqiqat izlagan hech qachon adashmasin. Kitob o'qigin, tafakkur uyg'onsin. Mehr bilan o'ylang, davrasi to'lsin. Nafsga qul bo'lma, vaqtingni asra. Kelajaging uchun bugundan boshla. Telefon qo'lda bo'lsin, qalbda emas. Ilm yo'lda yurgan inson hech qachon yutqazmas. Rahdil